Assalomu alaykum. Hurmatli Xorazm kuch markaziga keluvchi bizning obunachilar, bizning kuzatuvchilar. Hozir Chernevka yo'lidagi Xorazm kuch markazimizni bizlar akasidan ko'rsatib tushuntirib qo'yaman. Va 3 qahramondan kelishdi. Chap tomonda Xorazm kuch markazi joylashgan. Chap tomonda Xorazm kuch markazi joylashgan. Chernevkadan kelishdi. O'ng tomonda joylashgan Xorazm kuch markazi. Ko'rsat do'konimizdan anaqasi mana Xorazm kuch markazi bo'ladi. Hozir obzor qilib berishga harakat qilaman. Mana bu birinchi отделimizni guruch sotiladigan joy asosan. Ikkinchi отделimizda bo'ladi. Mana bu yoqda pichoqlarimiz bor, har xil assortimentda boshqalarga yaraydigan, mana go'sht chopadigan har xil narsalar bor. Xullas, kelasizda ko'rasizlar, bu optim narxlar bir xil. O'ruzor, Chinni bozor bilan bir xil. Qimmat emas, arzon bo'lsa arzonki, qimmat emas. Bu uchinchi отделimizni oziq-ovqat отдели bo'ladi. Olib kel. Hurmatli xaridorlar, do'konimizdan qo'ldan kelgancha obzor qilib berdim. Kelinglar, xarid qilinglar, ro'zg'oringizga baraka bersin, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. E'tiboringiz uchun rahmat.